Bemorlar tarafdan eng ko'p beriladigan savollardan bittasi burunni doimiy bitish va qaysi paytda operatsiya qilish kerak degan savollar bilan murojaat qilib kelishadi. Albatta, buni biz aniqlashtirib olishimiz kerak. Burun qachon doimiy bitib yuradi? Yosh bolalarni oladigan bo'lsak, bolalarda ko'proq adenoid to'qimasini, ya'ni burunda adenoid to'qimasini kattalashib ketish natijasida burun doimiy bitishi mumkin. Bundan tashqari biz bilamizki, pastki va o'rta burun va yuqori burun chaqanoqlaridan iborat bo'ladi. Asosan pastki burun chaqanoqlarining kattalashib ketishi bu bo'lishi mumkin. Vazomotor allergik rinit yoki bo'lmasam gipertrofik rinit. Pastki burun chaqanoqlari kattalashib ketish natijasida o'z-o'zidan bu ham burundan nafas olishga qiynalishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari yana ko'p uchraydigan holatlar burunda ichida polip o'sib chiqishi, bu ham burundan nafas olishga qiynalishi mumkin. Bolalarda ko'p uchraydi, burunga nimadir yot jism tiqib olish. Bu ham burundan nafas olishga qiynalishga olib keladigan holatlar bo'ladi. Agar siz o'zingizda yuqoridagi shikoyatlar, ya'ni burundan doimiy nafas olishga qiynalish, tez-tez shamollash, og'izni ochib uxlash, xurrak otish, tez-tez shamollash kabi holatlar sezsangiz, albatta lor shifokoriga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Pastdagi raqamlar orqali bizga bog'laning va bizda check-up dasturimiz orqali muammoga yechim topishingiz mumkin.